Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari, hurmatli hamkasblar va mehmonlar. Ilmiy kengash 13 nafar a'zolar miqdorida tasdiqlangan. Yig'ilishda 10 kishi qatnashmoqda. Kvorum mavjud. Kengash ishi boshlanishi yuzasidan ilmiy kengash a'zolarida takliflar bormi? Mazkur boshlangan taklif tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Birozdan qabul qilindi. Ilmiy kengash yig'ilishini ochiq deb e'lon qilishga ruxsat berasiz. E'tiboringizga quyidagi kun tartibi havola qilinadi. Mustaqil izlanuvchi Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizining pedagogika fanlari bo'yicha fan doktori darajasini olish uchun taqdim etilgan parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ingliz tili o'qitishning metodik asoslari mavzusidagi 13 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ingliz tili ixtisosligi bo'yicha dissertatsiya ishining himoyasi. Taklif etilgan kun tartibi bo'yicha savollar bormi? Tasdiq qilinsin degan taklif tarafdorlarga e'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Kun tartibini tasdiqlash tarafdorlarni ovoz berishni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Tibbiyot fanlari bo'yicha fan doktori, pedagogika fanlari bo'yicha fan doktori, DSK dissertatsiyani mavzusi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan B2025.2.DSK/PET1192 raqami bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Dissertatsiya Andijon davlat tibbiyot institutida bajarilgan. Dissertatsiyaning to'liq matni Andijon davlat tibbiyot instituti qoshidagi ilmiy kengashning veb sahifasiga joylashtirilgan. Dissertatsiyaning avtoreferati 3 xil o'zbek, rus va ingliz tillarida ilmiy kengashning veb sahifasi hamda Ziyonli axborot ta'lim portaliga joylashtirilgan. Ilmiy maslahatchi, pedagogika fanlari doktori professor Isroilova Dildora Muxtarova. Rasmiy opponentlar: birinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori professor Dong Mingshin. Ikkinchi rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori dotsent Hakimov Abdulhakim. Uchinchi rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Hishimova Dildora O'rinbayeva. Yetakchi tashkilot Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Izlanuvchi Yaxshiboyev Gulbahor Oybek qizining shaxsiy hujjatlari bilan tanishish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Andijon davlat tibbiyot instituti xorijiy tillar kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizining tarjimai holi. Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizi 1992 yil 23-mayda Andijon viloyati Oltinko'l tumanida ziyoli oilada tavallud topgan. Millati o'zbek. 1998-2009-yillarda Andijon shahridagi 11-umumta'lim maktabini tamomlab, 2011-2015-yillarda Andijon davlat universiteti xorijiy tillar fakultetini bakalavr, 2016-2018-yillarda magistratura bosqichlarini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 2017-2018-yillarda Andijon davlat universiteti xorijiy tillar fakultetida ingliz tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi. 2018-2022-yillarda Andijon davlat tibbiyot instituti xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchi. 2022-yildan hozirgi kunga qadar shu kafedra dotsenti. 2021-yildan shu kunga qadar qo'shma ta'lim dasturi va talabalari bilan ishlash fakulteti dekani lavozimida ishlab kelmoqda. 2022-yilda 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan farmatsevtikaga oid terminlarni o'rgatishda o'qish va yozish malakalarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari mavzusida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasini himoya qildi. 2025-yilda dotsent unvoniga ega bo'ldi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 33 ta ilmiy ish, jumladan 2 ta o'quv qo'llanma, 2 ta monografiya, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari, asosiy ilmiy natijalarini chop etish, tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 19 ta, jumladan xorijiy jurnallarda 7 ta, Scopus jurnallarida 1 ta, Web of Science jurnallarida 1 ta, Respublika jurnallarida 12 ta maqola chop etilgan. Tadqiqot natijalari 5 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan. Oilali 2 nafar farzand onasi. Rahmat. Tadqiqotchining shaxsiy hujjatlari yuzasidan ilmiy kotib yoki izlanuvchiga savollar bormi?
Ma'lumot uchun qabul qilishga rozimisizlar? Qarshilar, betaraflar? Yo'q. Qog'ozdan qabul qilindi. Dissertatsiya ishining asosiy mazmunini e'lon qilish uchun so'z izlanuvchiga beriladi. Shu o'rinda reglament belgilab olsak, izlanuvchiga 20 daqiqa, taklifchilarga 10 daqiqa, hamda norasmiy opponentlarga 5 daqiqadan bersak, rozimisizlar? Qarshilar, betaraflar? Yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Yaxshiboyev Gulbahor, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. E'tiboringizga havola qilinayotgan dissertatsiya ishimiz parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ingliz tili o'qitishning metodik asoslariga bag'ishlanadi. Ruxsatingiz bilan tadqiqot ishimizning qisqacha mazmuni haqida gapirib o'tsam. Shu kunga qadar jahon miqyosida parameditsina sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, bo'lmasa bu sohada o'qiyotgan talabalarni baholash, sertifikatlashtirish uchun yagona bo'lgan standartlarni joriy etish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu tizimda asosiy boshqaruvchi sifatida AQShda National Registry of Emergency Medical Technicians bilan birgalikda bugungi kunga qadar Kanada, Avstraliya, Janubiy Koreya davlatlari ham ishlar olib bormoqda. Pandemiya va tabiiy ofatlar sharoitida paramediklar rolini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar ham jahon miqyosida faol olib borilmoqda. Shu bilan birga telemeditsina, masofaviy tibbiy ta'lim tizimlari sohasida innovatsion yechimlar ham ishlab kelinmoqda. Aynan muhtaram prezidentimizning ushbu yilda may oyida so'zlab o'tgan nutqida shoshilinch tez tibbiy yordam faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, paramediklar malakasini oshirish va til ko'nikmalarini rivojlantirish zarur deb alohida ta'kidlab o'tgan. Shu asosda ham yuqorida aytib o'tgan ilmiy ishimiz bu yo'nalishda amaliy jihatdan ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Tadqiqot maqsadi parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimini ingliz tilini o'qitish metodikasini sohaviy amaliy ehtiyojlariga moslashtirish orqali takomillashtirishdan iborat. Tadqiqot predmeti etib esa parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash jarayonida sohaviy ingliz tilini o'qitishning metodik tamoyillari mazmuni, shakli, vositalarini tashkil etadi. Tadqiqot obyekti oldingi ishlardan biroz farqli amalga oshirilgan, ya'ni parameditsina sohasi yangi soha bo'lganligi uchun talabalar soni biroz kamligi hisobiga olgan holatda ushbu sohaga yaqin bo'lgan yo'nalishlar va ushbu sohada shu paytgacha bo'shliqni to'ldirish uchun faoliyat yuritayotgan mutaxassislar qamrab olingan. Andijon davlat tibbiyot institutida parameditsina yo'nalishi qo'shma ta'lim dasturi talabalari, Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali oliy hamshiralik ishi va davolash yo'nalishi talabalari, Farg'ona viloyat tez tibbiy yordam markazi parameditsina yo'nalishida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar, Janubiy Koreya davlati paramediklarni qayta tayyorlash bosh boshqarmasi mutaxassislari, Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xodimlari tanlab olingan. Jami bo'lib 328 ta talaba hamda mutaxassislar ishga jalb etilgan. Tadqiqotning vazifalari parameditsina sohasida ingliz tilini o'qitishning metodikasi va amaliyotining mavjud holatlarini tahlil qilish, tibbiyot kasbiy maqsadlarda ingliz tilini o'rganish ESP konsepsiyasini tibbiyot yo'nalishiga EMP ga mosligini aniqlash, parameditsina sohasida sohaviy ingliz tilini o'qitishdagi pedagogik va metodik muammolarni aniqlash, parameditsina sohasida tahsil olayotgan talabalar hamda mutaxassislarda sohaviy ingliz tilini o'qitishlarda madaniyatlararo kasbiy muloqotni rivojlantirish uchun metodik ta'minotni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish, xorijiy hamda respublikada mavjud bo'lgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsiya texnologiyalar asosida parameditsina yo'nalishiga mos o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish, raqobatbardosh paramediklar mutaxassislar tayyorlashda sohaviy ingliz tilini o'qitish, kasbiy madaniyatlararo muloqot sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyaviy model ishlab chiqish, ishlab chiqilgan metodik yondashuvlarni amaliy sinovdan o'tkazish va samaradorligi darajasini baholashdan iborat edi. Ilmiy yangiliklar esa aynan shu kungacha mavjud bo'lgan davolash ishi yoki bo'lmasam pediatriya yo'nalishida mavjud bo'lgan kundalik faoliyatda ishlatilayotgan maxsus kasbiy terminlarni parameditsina sohasiga moslashtirgan holatda 4 bosqichda bir xil ma'noli, sinonimik, antonimik holatlarni o'rganib chiqish, flipped learning teskari ta'lim texnologiyasi yoki bo'lmasam gamifikatsiya yordamida amalga oshirish zaruriyati ilmiy asoslangan. Akademik mobillik sharoitida tibbiyot sohasi vakillari turli madaniyatlardagi bemorlar bilan muloqot qilish, ularni o'ziga xos qadriyatlar, urf-odatlari, e'tiqodlarini shifokor sifatida tushunishda tibbiyotda xorijiy til fanining mazmuni, simulятsion
mannequin based simulators, virtual reality simulators yoki bo'lmasam umumiylashtirilgan patsient bilan ishlash simulyatorlar bilan ishlash orqali modifikatsiyalashtirish, parameditsinaning sohaviy ingliz tili hamda madaniyatlararo kasbiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida zamonaviy til o'qitish texnologiyalarini fanga yo'naltirilgan yondashuvlar bilan birga content and language integrated learning, shuningdek aktiv ta'lim metodlari, cross cultural learning yoki konsepsiyalar asosida integratsion didaktik, adaptiv, kognitiv va akademik model ishlab chiqish, shu kungacha mavjud bo'lgan baholash tizimini aynan parameditsina yo'nalishida tahsil olayotgan talaba va mutaxassislarga moslashtirgan holda ABCD mezonli baholash modelini takomillashtirilgan, fanlararo integratsiya, amaliy yondashuvlar, adaptiv ta'lim texnologiyalari, tahlil va monitoring asosida parameditsina yo'nalishi talabalar, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va tez tibbiyot xodimlari bo'limi xodimlari bilan integratsiyalarga hamkorlik, aynan ustoz va shogird mentorship approach hamda kasbiy hayotga moslashish strategiyalari ishlab chiqilgan. Tadqiqotning amaliy natijalari ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan yoki tahsil olayotgan talabalarni terminlarni o'rganish, verbal va noverbal muloqotga doir materiallarni qamrab olgan matnlardan tashkil topgan mashqlar manbaidan tashkil topgan English for Medicine nomli kommunikativ topshiriqlar hamda interaktiv mashqlar majmuasi ishlab chiqilgan. Parameditsina sohasida sohaviy ingliz tili faniga real klinik vaziyatlar asosida kasbiy kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi simulятsion va integrativ o'qitish texnologiyalarini tatbiq etishga doir metodik ishlanma amaliyotga tatbiq etilgan. Parameditsinada raqobatbardosh xalqaro talab darajasiga mos kadr yetishtirish uchun 4 tillik hamda qisqartmalardan iborat bo'lgan lug'at ishlab chiqarilgan va shu bilan bir qatorda Janubiy Koreya National Research Foundation of Korea bilan hamkorlikda yosh paramediklar maxsus kursi tashkil etilgan. Tadqiqot natijalari e'lon qilinganligi yuqorida ilmiy kotib tomonidan ham aytib o'tildi va bu slaydda ham berilgan. Shuning uchun qisqaroq qilish uchun keyingi nimaga o'taman. Dissertatsiya kirish qismi dissertatsiyaning qisqacha mazmunini o'z ichiga qamrab olgan, vazifalari, maqsadi, obyekti, predmeti, usullari, tavsiflari va tadqiqotning ilmiy yangiligi, ilmiy natijalari, ishonchliligi bayon qilingan. Birinchi bobda aynan biz akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda kasbiy ingliz tilini parameditsina sohasida o'qitishning nazariy va ilmiy asoslari deb nomlaganimiz ham bejiz emas. Chunki aynan qo'shma ta'lim dasturi mavjud bo'lishidan oldin ham tibbiyotda telemeditsina juda ham chuqur keng rivojlangan edi va 2017-yildan beri Bologna tizimida ham akademik mobillik yoki bo'lmasam ushbu muhitda til o'rganishga ham alohida e'tibor qaratilgan edi. Bologna tizimi bizga umuman yangi emas. Aynan shu tizimni tashkil topishi jarayoni boshlangandan beri O'zbekiston Respublikasida bir necha loyihalar o'z faoliyatini olib bordi. Aynan akademik mobillik sharoitiga qaragan EMI, Inspire You, Ustesping kabi ta'lim dasturlari ham bugungi kunda ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Andijon davlat tibbiyot instituti 23-24-yillarda aynan klassifikatoriga kod asosida kiritilgan ilk marotaba talabalar qabul qilingan ushbu yo'nalish ham akademik mobillik sharoitini rivojlantirish Andijon davlat tibbiyot instituti nafaqat institut miqyosida, balki O'zbekiston Respublikasida ham yagona bo'lgan paramediklar yetishtirib chiqish tizimi va shu tizimni ishlab chiqish bilan birga hamkorlikda sohada mavjud bo'lgan bo'shliqni to'ldirish uchun ham ushbu yo'nalish o'z faoliyatini boshlagan edi. Ushbu yo'nalishda biz aynan ingliz tili nima uchun kerak deganda biz madaniyatlararo muloqot uchun kerak deb dastlabki qarashni olgan bo'lsak, madaniyatlar o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqdik. Aynan til o'rganuvchi davlat ingliz tilidagi suhbat olib boruvchi davlatlar bilan hamkorlikda kommunikatsiya uslubi, ijtimoiy masofa, qarorlar qabul qilish, din va qadriyatlar tomonidan g'arb bilan sharqning farqlari va shu bilan birga o'xshashlik tomonlari ham tahlil qilib olindi va ushbu tahlil ushbu slaydda namoyon etildi. Ikkinchi bobda aynan parameditsina yo'nalishida faoliyat olib borayotgan yoki bo'lmasam tahsil olayotgan talabalarga terminlarni o'qitishga alohida e'tibor qaratdik. Shu o'rinda savol tug'iladi. Haqiqatda shu kungacha mavjud bo'lgan terminlar boshqachamidi? Shuning uchun ham alohida bir bobni ajratdinglarmi degan savolga javob ha, shu kungacha mavjud bo'lgan davolash ishi, pediatriya yo'nalishi, oliy hamshiralik ishida mavjud bo'lgan terminlarda 30% o'zgarish bo'lgani uchun ham alohida bir bob parameditsina yo'nalishiga qaratilgan edi. Nima uchun aynan terminlar? Terminlarni bilsa, tibbiy birikmalar bilan, lotin tilidagi birikmalar bilan bemalol paramediklar bemorlar bilan yoki bo'lmasam o'zini sohasini mutaxassislar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi dedik va buni 4 bosqichda amalga oshirdik. Birinchi bosqichda
Parameditsina sohasida tahsil olayotgan talabalarga anatomiya, fiziologiya, kasalliklar, davolash usullari, dori-darmonlarga oid bo'lgan terminlarni to'g'ri talaffuz qilish va yozishni o'rgatgan bo'lsak, ikkinchi bosqichda aynan kundalik hayotda ishlatilmaydigan va boshqa yo'nalishlardan birozgina farqli ravishda ishlatiladigan so'zlar, kasbiy terminlarni o'rgatishga qaratdik. Uchinchi bosqichda esa lug'at boyligini oshirish, turli vaziyatlarda ushbu terminlardan foydalangan holatda turli xil so'zlar kombinatsiyasini tuzishga e'tibor qaratgan bo'lsak, to'rtinchi bosqichda bo'lsa, kontekstda bemor bilan muloqot, shifokor bilan telefon orqali aloqa qilish yoki hisobot yozish davomida qo'llanish mumkin bo'lgan holatlarni muhokama qilgan edik. Bilamiz, ingliz tilida faoliyat yuritayotgan yoki bo'lmasa ushbu sohada o'qiyotgan talaba biroz tibbiyot sohasida tahsil olayotgan talabadan farq qiladi. Ya'ni tibbiyot sohasida o'qiyotgan talaba uzoq vaqt davomida aniq narsa bilan ishlagan, konkret narsalarni ishlab, ular uzoq vaqt o'qtirib hisob-kitobga mo'ljallangan bo'lgani uchun ham birdaniga ularga biz kelinglar, turinglar, bir so'zni o'rganish uchun o'yin o'ynaymiz deyishimiz biroz g'alati tuyuldi. Shuning uchun ham birinchi tarzda biz fazoviy ta'limni, ya'ni xotirani mustahkamlash uchun uzoq vaqt davomida takrorlab ishlatish mumkin bo'lgan texnologiyani oldik. Ikkinchisi bo'lsa teskari ta'lim. Talaba oldin mavzuni o'qib keladi, keyin biz o'zimizdagi mavjud bo'lgan informatsiyani beramiz. Shunda onlayn tarzda internetda mavjud bo'lgan ochiq ma'lumot bilan biz o'rgangan ma'lumot qanchalik o'ziga bir-biriga to'g'ri kelishini muhokama qilishimiz mumkin. Shunda ham kamchiliklar bartaraf etilishi mumkin bo'ladi. Ikki bosqichdan o'tgandan keyin aynan gamifikatsiya, ingliz tilini bilamiz, biz o'yinsiz tasavvur qila olmaymiz. Integrativ o'yinlardan talabani qiziqtirish orqali ishlatish mumkin edi. Gamifikatsiyada nimadan foydalanamiz? Shu kungacha Andijon davlat tibbiyot institutida ham xorijiy tillar kafedrasida 2018-yildan beri faoliyat olib borayotgan bo'lsa, juda ham kamdan kam holatda simulятsion jihozlar bilan ishlashga e'tibor qaratilgan. Shuning uchun ham simulятsion tibbiy jihozlarni o'qitish asosida aktiv ta'lim metodlarini bitirdik. Parameditsina talabalari uchun samarali o'rgatishda quyidagi yondashuvlar tavsiya etilgan: rolli o'yinlar, case study, multimedia texnologiyalaridan foydalanish, task-based learning, madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratgan edik. Uchinchi bobimiz parameditsina sohasida tibbiy maqsadlarda kasbiy ingliz tilini o'qitishda simulятsion ta'lim texnologiyalari deb nomlangan. Bunda ham ikkinchi bobda alohida e'tibor bergan simulятsion ta'limga yanada chuqur e'tibor qaratdik. Yangi texnologiyadan foydalanish, tibbiyot xodimlari bilan o'z faoliyat tibbiyot xodimi, parameditsina xodimi talabalar bilan bemorlar bilan ishlashdan birdaniga kirib keta olmasligi uchun ham simulятsion jihozlar bilan ishlash va ularni baholash, takomillashtirishga alohida e'tibor qaratdik. Aynan 2019-yildan beri Andijon davlat tibbiyot instituti o'z faoliyatini olib borayotgan Pulse of Volley nomli xalqaro yozgi o'quv maktabimiz mavjud. Unda ham ingliz tilini o'rganish uchun alohida soatlar ajratilgan va ushbu mavzular taklif etilgan edi. Mavzuga ko'ra tinglash faoliyatida nima oshadi, speaking, ya'ni so'zlashuv faoliyatida nima oshadi. Hayron savol tug'iladigan masala bor. Nima uchun reading va writing olinmagan? Parameditsina shu kungacha faoliyat yuritayotgan xodimlar ham, talabalar ham ko'proq muloqot qilish va og'zaki muloqot orqali faoliyat yuritish uchun ham mavzuda ko'proq shu ikki aspektni olganmiz. Dastlabki holatda talabalar bilan faoliyat yuritishda quyidagi jadvalda keltirilgan holatda so'rovnoma o'tkazilgan. Shu so'rovnoma asosida talabalar o'zini o'zi baholashga ham imkon yaratishimiz mumkin deb qisqacha shunaqa so'rovnoma ham o'tkazilgan. Endi baholash tizimimiz ham mavjud. 3-bobda bizda bilamiz, 0 tizimida bor, ABCD baholash tizimi, balli tizimga A1, A2 tizimga qo'yilgan va shu kungacha mavjud tibbiyot xodimlarida ham ABCD baholash tizimi bor. Lekin ular o'zaro bir-biridan farq ham qiladi, lekin o'xshash tomonlari ham bor. Aynan o'xshashliklari kompetensiyaga asoslangan baholash edi. Real sharoitga yaqin holatdagi testoviy holatda baholash mumkin edi. Strukturaviy yondashuvlar, refleksiya va feedback muhimligi edi. Bu talaba o'zi uchun ham dars davomida o'rganishi, o'zini baholash uchun ham ishlab chiqilgan mavjud bo'lgan shu kungacha baholash modelini takomillashtirgan holatda o'zgartirish kiritganlik. Yuqorida mavzular turibdi. Unda qaysi faoliyatda yuritish mumkin? Dars jarayonida til ko'nikmalari qaysi biri rivojlanadi? Topshiriqlar nimani qamrab oladi va baholash shakli qanday bo'ladi? 4 ta asosan baholash turini biz qamrab olgan edik.
To'rtinchi bobda tibbiyot institutlarining parameditsina yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun kasbiy ingliz tilini o'qitishning samaradorligini oshirish, madaniyatlararo kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, metodik tavsiyalarni sinovdan o'tkazish, til kompetensiyalarini baholash, yangi o'quv materiallari, simulyatsion topshiriqlar, interaktiv mashqlarni amaliyotga qo'llash bosqichlari yoritilgan va tajribadan o'tkazilgan. Tajriba sinov ishlari vazifalarni, bir necha vazifalarni o'z ichiga olgan edi. Va biz taklif etgan mavjud bo'lgan o'qitish tizimini tahlil qilib turib, biz taklif etgan tizim bilan umumiylashtirgan holatda tajriba sinovdan o'tkazish ko'zda tutilgan edi. Tajriba sinov ishlarining boshlang'ich bosqichida ushbu yo'nalishda 2 marotaba faoliyat yuritayotganligi sababli uzviy bog'liqlik yo'nalishlaridan 21-yilda boshlangan 5 ta turli xil bo'lgan yo'nalishlarni qamrab olingan va 116 ta nafar talaba, oliy hamshiralik ishida bo'lsa 80 nafar talaba, mutaxassislardan bo'lsa 57 nafari jalb etilgan edi. Nazorat guruhi 164 ta, tajriba guruhi esa 164 nafar. Ya'ni foizda chiqarish oson bo'lishi uchun, farqlarni bilishni analiz qilish oson bo'lishi uchun aynan bir xil sonlik qilishga harakat qilingan edi. Tavsiyalar hamda xulosalar taqdim etilgan. Shuning uchun bu qismdan biroz nima qilaman, qisqaroq qilaman. Umumiy olib qaraganda, parameditsina yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassis va talabalarni ingliz tili o'qitishda nafaqat madaniyatlararo muloqot, balki sohaviy o'rganishda ham o'ziga xosligi muhim ahamiyatga egaligi istagini ishda yoritilgan edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni qisqacha bayon qilindi. Doklad tugadi. Endi savol-javob ko'rsak, sizlarning ichiga savollar bormi? Savollar bo'lsa marhamat. Tibbiyot fanlari doktori, professor Hakimov Nasrullo Sobirov, marhamat. Assalomu alaykum, Buxoro qizi bilan chiroyli taqdim etishni shu dissertatsiyasi va birinchi savol, mana siz terminologiyada boshqa sohalarda 30% o'zgarish borligi tufayli alohida katta bir bobga e'tibor qo'ygansiz. Bobda alohida Bunda paramediklar uchun mo'ljallangan terminologiya boshqa yo'nalishdagi terminlardan yoki terminologiyadan konseptual, funksional va amaliy jihatdan qanday farqlar? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, baholash mezonlari. Bu talabalarni o'quv jarayoniga bo'lgan ichki va tashqi motivatsiyasini shakllantirishda va kasbiy mahoratini rivojlantirishda qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu ikkinchi savol. Va oxirgi savol, siz aytyapsizki, tibbiyot yo'nalishida chet tili, ya'ni ingliz tilini o'qitishda simulятsion ta'limga katta e'tibor berish kerak deyapsiz. Shu ta'limni sohaviy mahoratni takomillashtirish, kasbiy muloqotni rivojlantirishdagi pedagogik samaradorligi qanday namoyon? Shu savolga Nasrullo Sobirov, savollaringiz uchun rahmat. Birinchi savolga javob keladigan bo'lsam, konseptual jihatdan terminlar asosan shoshilinch tez tibbiy yordam xodimlarini hayotiy ko'rsatkichlarni tezkor baholash yoki bo'lmasa favqulodda holatda tezkor qaror qabul qilish tushunchalariga yo'naltirilgan holatda bo'ladi. Funksional jihatdan bo'lsa, terminlarda foydalanishda aynan tezkorlik, aniqlik va qisqalik aynan parameditsina sohasiga oid bo'lgan klinik jarayonlarda amaliy ahamiyatni o'zida ifodalaydi. Amaliy jihatdan esa misol uchun bilamiz, parameditsina sohasi shu kunga qadar bir yopiq bino yoki yopiq joyda emas, aynan dala sharoiti yoki bo'lmasam chuqur stressli sharoitlarda jamoaviy tibbiyot xodimlari bilan yoki bo'lmasam boshqa soha vakillari bilan muloqot jarayonida ham talablarga moslashishi kerak bo'ladi. Ushbu holatlarni farq qiladi. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, baholash mezoni, motivatsiya va
kompetensiyalarga, ichki va tashqi motivatsiyaga kuchaytirishga albatta xizmat qiladi. Aniq, shaffof holatda yo'naltirilgan baholash mezonlari talabani o'z bilim ko'nikmasini mustaqil baholashga ham undaydi. Ichki motivatsiyaga bu narsa juda ham katta yondashuv bo'ladi. Tashqi motivatsiyaga bo'lsa, kasbiy kompetensiyani bosqichma-bosqich egallab, o'zi oldingi va keyingi holatida qanday o'zgarish sodir etdi, qanday baholash, qanday holatda o'zgardim degan holatda ham baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. 3-savolda aynan simulятsion ta'lim texnologiyalaridagi pedagogik samaradorlik yuqorida ham aytib o'tdim. Ko'p holatda birinchi kurs, ikkinchi, uchinchi bosqich talabalari o'zaro muloqotga kirishda muammo paydo bo'ladi. Aynan shu muammoni bartaraf etish uchun ham simulятsion jihozlar yoki bo'lmasa simulятsion bemorlar onlayn holatda ishlash ham ularni tezroq fikrlashga yoki bo'lmasam qiyin vaziyatda tezroq xulosa chiqarishga, qaror qabul qilishda yordam berishida juda ham katta samaradorlik kasb etadi. Aynan hozirgi kunda mavjud bo'lgan davolash ishi yo'nalishi bilan parameditsina yo'nalishi bir xil holatda 30 soatdan bir semestrda dars o'tayotgan bo'lsa, parameditsina yo'nalishi ko'proq terminologik bazaga ega va muloqotda ham ko'proq ingliz tilida faoliyat yurita oladi. Chunki ular doimiy ravishda simulятsion ta'limga jalb etilgan. Pedagogik holatda ham bunda oldin bizda mavjud bo'lgan o'qituvchi markazlashgan holat emas, endi talaba markazga chiqadi. O'qituvchi passiv holatga tushib qoladi. Shu yerda. Rahmat. Javoblarni qaraymi? Rahmat. Yana savollar bormi? Kimyo fanlari doktori, professor Xolboyev. Mana siz turli mana institutlardan demak o'tkazlik mana dedingiz. Shularda mana oxirgi mana bu tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi deyapti. Xuddi shu demak tavsiyalarda qaysi tanlagan institutlarda yaxshi natijalarga erishdinglar? Ikkinchi savoldan berib olaylik. Terminologiya mana misol uchun qaysi tibbiyot fanlari hamda fundamental fanlardagi terminlardan ko'proq foydalandinglar? Bitta savollar uchun rahmat. Natija tabiiyki xorijiy sabab ular ingliz tilida muloqot yuritish imkoniyati juda ham yuqori, to'g'ri, koreys tili bo'lgani bilan va simulятsion jihozlar bilan alohida jihozlangan Andijon davlat tibbiyot institutida bo'ldi. Sababi simulятsion jihoz paramediklar uchun alohida ajratilgan edi, ya'ni bemalol foydalanishimiz mumkin edi. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, terminlar tibbiyot fanlari va fundamental fanlar. Fundamental fanlar biroz parameditsina yo'nalishining farqli, chunki asosan bular anatomiya, fiziologiya birinchi kursdan faoliyat yuritadi. Shuning uchun ham anatomiya, fiziologiya va klinik fanlar bor. Birinchi tez tibbiy yordam berish kerak bo'lgan fanlarda qamrab olgan bilan uzviy ketdi. Bir hafta davomida ular bir xil mavzuda, ingliz tili o'qituvchisi ham bir xil mavzuda o'tishi reja sifatida, tajriba sifatida olib borildi. Shundagina muvaffaqiyatga erishish mumkin edi. Yana kimda savollar bor? Onlayn ishtirokchilar, sizlarda savol bormi? Pedagogika fanlari doktori, professor Yaqubov Murodulla Ma'rufovich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, a'zolari. Ruxsatingiz bilan tadqiqotchiga quyidagi savollarni bermoqchi edim. Birinchi savolimiz, tadqiqot obyekti sifatida jalb etilgan xalqaro muassasa hamda boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan dars jarayonlari vaqtlarini muvofiqlashtirish jarayonida qanday tashkiliy yoki metodik qiyinchiliklar yuzaga keldi? Ya'ni vaqt masalasi bor bu yerda. Ikkinchi savolim, paramediklar uchun kasbiy terminologiyani bosqichma-bosqich o'rgatishda lingvistik va didaktik yondashuvlarni qanday uyg'unlashtirish mumkin edi? Javobingiz uchun rahmat. Ustoz, avvalambor vaqtingizni ajratib, ishni o'rganib chiqqaningiz uchun minnatdorman. Savollarga quyidagicha javob beraman. Haqiqatda xalqaro soatlar bilan muvofiqlashtirish juda ham murakkablikni tashkil etdi. Shu sababli ham onlayn va offlayn tarzda savolnomalar tashkil etilgan.
dastlabki bosqichda offlayn tarzda olib borilgan faoliyat keyinchalik onlayn tarzda savolnoma so'roq testlar tarkibida shakllantirilgan, lekin muvaffaqiyatli tomonimiz dars soatlari parameditsina yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan ham Andijon davlat tibbiyot instituti bilan bir xil. Sabab qo'shma ta'lim dasturi oliy ta'lim muassasasi hamkor oliy ta'lim muassasasidan namuna sifatida foydalanishi mumkin degan uchun ham soatlar bir xilligi muammo unchalik tug'dirmadi. Endi lingvistik tomondan yuqorida ham aytib o'tganimdek, didaktik jihatdan bog'lash uchun ularni o'rgangan nazariy bilimlarini amaliyotga bog'lash uchun ham o'z rolini o'ynadi. Ya'ni o'rgangan narsasini amaliyotga tatbiq etish muhiti yaratildi. Agar savolga to'g'ri tushungan bo'lsam, rahmat javob. Javoblar qamoqdalik. Ikkinchi savol terminologiya haqida edi. Kasbiy terminologiya. Kasbiy terminologiya teskari ta'lim, flipped learning yoki bo'lmasam interactive glossary kichkina modullardan tashkil topgan holatda faoliyat yuritishi, nazariyda olgan bilimlarni amaliyotga tezroq tatbiq etish, ya'ni paramedik bilan bemor yoki bo'lmasam paramedik dispetcher muloqotida ham mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Hurmatli ustoz, javoblar qanaqa? Rahmat, qoniqarli. Rahmat. Yana savollar bormi? Hurmatli ilmiy kengash qatnashchilari. Agar savollar yo'q bo'lsa, yaxshi o'tiring. Hurmatli kengash a'zolari, so'z mazkur disiplinlar ishi bo'yicha ilmiy maslahatchi, pedagog fanlari doktori professor Isorovlar qarzlariga berish kerak edi. Ozgina kech qolganim uchun norasmiy opponentlarga so'z bersak, maylimi? Ilmiy demak, rahmat dissertatsiya ishi bo'yicha yetakchi tashkilotning xulosasi va avtoritetga kelib tushgan xulosalarni e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Talabgor Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizining parameditsina sohasida raqobatdosh mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ingliz tili o'qitishning metodik asoslari mavzusidagi 13.00.12 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot sifatida Chirchiq davlat pedagogika instituti pedagogika universitetidan belgilangan. Yetakchi tashkilot taqrizida mazkur tadqiqot ishi dolzarb mavzuga bag'ishlanganligi 13.00.12 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligiga mos kelishi, olingan natijalar salmoqli ekanligi, avtoreferat dissertatsiyaning asosiy mazmunini o'zida aks ettirganligi, e'lon qilingan ishlar tadqiqot ishi mazmuniga mos kelishi, dissertatsiya va uning avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablari darajasida rasmiylashtirilganligi ta'kidlangan va ushbu dissertatsiyani ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etib, uning muallifi Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizini mazkur ixtisoslik bo'yicha pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb xulosa berilgan. Shu o'rinda mazkur dissertatsiya muhokamasida quyidagi fikr mulohazalari keltirilgan. Birinchi, ilmiy ishda keltirilgan baholashni amaliy va nazariy jarayonlarni birlashtirgan holda ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi, innovatsion ta'limning samaradorligini oshirish uchun klinik vaziyatlar modellari, OSK elementlari, rolli o'yinlar va real ssenariylar asosida qo'shimcha metodik materiallar ishlab chiqish ishning ilmiy salohiyatini yanada boyitishga yordam beradi. Dissertatsiya yuzasidan 4 ta xalqaro, 8 ta respublika miqyosidagi taqvizlar kelib tushgan. Birinchi, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining Dog'iston davlat tibbiyot universiteti federal davlat byudjetli oliy ta'lim muassasasining xalqaro bo'lim boshlig'i Raisat Gabullayevna Qurbonovna tomonidan taqriz berilgan. Taqriz ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Pedagogika fanlari doktori professor Ozarbayjon davlat pedagogika universiteti
Nazila Abdulazada tomonidan quyidagi takliflar berilgan. Tadqiqotda uzoq muddatli ta'sirlar va talabalarning kasbiy natijalari tahlil qilinsa, ishning qiymati oshar edi. Ozarbayjon davlat pedagogika universiteti filologiya fakulteti dekani professor Zenfura Abbosova tomonidan taklif berilgan. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. 4. Ozarbayjon davlat pedagogika universiteti prorektori professor Mahira Husanova. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Andijon davlat pedagogika instituti pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari doktori professor Halimova. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Samarqand davlat universiteti huzuridagi immunologiya, allergologiya va inson genomikasi ilmiy amaliy markazi direktori, tibbiyot fanlari doktori Xolmurodova. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Qarshi davlat universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Nurullayeva tomonidan quyidagi takliflar berilgan. Birinchi, bildirilgan fikr tadqiqot faqat tanlangan oliy ta'lim muassasalari bazasida o'tkazilgan. Shu sababli natijalarni barcha parameditsina muassasalari uchun aniqlashtirish qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ikkinchi, ba'zi metodik yechimlar faqat amaliy darslarda sinab ko'rilgan. Kengroq kontekstda samaradorligi to'liq tekshirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. 8. Termiz davlat universiteti o'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari doktori Yo'ldashev tomonidan berilgan taklifda ham quyidagi takliflar berilgan. Tadqiqot faqat tanlangan oliy ta'lim muassasalari yoki tibbiyot kollejlarida amalga oshirildi. Shu sababli natijalarni barcha parameditsina ta'lim muassasalari uchun umumlashtirish cheklangan. 2. Simulятsion ta'lim texnologiyalarida o'zaro qiyoslash maqsadga muvofiq bo'lar edi. 3. Parameditsina sohasida ingliz tilini o'qitish bo'yicha taklif etilgan modelni o'quv rejalari, modul dasturlar, amaliy mashg'ulotlar, metodik qo'llanmalar ko'rinishida yanada kengaytirish va amaliyotga tatbiq etish tavsiya qilinadi. 9. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ilmiy tadqiqotchilar ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari doktori, dotsent Murod Kasimova tomonidan berilgan taklifda quyidagi takliflar berib o'tilgan. Birinchi, terminlarning semantik, etimologik yoki struktur xususiyatlari haqida muhim ma'lumotlar berilgan, biroq ularning o'quv jarayonidagi qiyinchiliklarga ta'siri chuqurroq tadqiq etilishi ilmiy ishning salohiyatini yanada boyitgan bo'lar edi. Ikkinchi, tibbiyot texnik terminlar uchun maxsus lug'at yoki qo'llanma yaratish bo'yicha qo'shimcha loyiha taklif etish ilmiy ishonchlilikni kuchaytirilgan bo'lar edi. Matnda ayrim ortografik va punktuatsion xatolarga yo'l qo'yilgan. 10. Buxoro davlat pedagogika instituti dan pedagogika fanlari doktori Izbullayeva. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. 11. Navoiy viloyat pedagogik mahorat markazi aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari doktori Hasanova. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. 12. Navoiy davlat universiteti pedagogika fanlari doktori kimyo kafedrasi professori Ahadov Ma'murjon Sharifovich. Taklif ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Rahmat. Yetakchi tashkilot xulosasi hamda aktyorlarga kelib tushgan takliflar yuzasidan, taklif va kamchiliklar yuzasidan javob berishni so'z Buxoro Bekuniga beriladi. Marhamat. Avvalambor yetakchi tashkilotga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. 2 kun davomida o'z vaqtlarini ayamasdan tadqiqot ishida, ishini o'rganib chiqishda hamda fikr mulohazalar berishda ko'maklashgani uchun. Birinchi mulohazaga aynan baholashni amaliy va nazariy jihatdan birlashtirish biroz murakkablik tug'diradi. Sababi ingliz tili darslari amaliy jarayonni faqat qamrab olgan bo'lsa, boshqa darslar amaliy va nazariy jarayonni ham qamrab olgan edi. Shu sababli ham ingliz tilida aynan ishni maqsadi ingliz tilini o'rgatish metodikaga qaratilganligi uchun ham amaliy jarayondan tadqiqot olib borilgan. Simulятsion ta'limda materiallarni ishlab chiqish to'g'ri, ilmiy ish davomida ingliz tili
hamda mutaxassislik bo'lgan klinik fanlarga e'tibor qaratdik va kelajakda rejalashtirganmiz keyingi monografik ishlarda bu doira, bu soha yanada kengroq qamrovga olinadi. Taqrizlarga keladigan bo'lsak, pedagogik fanlari doktori Ozarbayjon davlat pedagogika universiteti Nazila Abdulazizga quyidagicha fikrni bildiramiz. Uzoq muddatli monitoring asosida o'rganish rejalashtirilgan, lekin aynan bitiruvchi chiqqandan keyin ushbu faoliyat jarayonini tashkillashtirish mumkin. Bugungi kunga kelib, Andijon davlat tibbiyot institutida ilk faoliyat yuritayotgan parameditsina yo'nalishi atigi 3 yilgagina o'z faoliyatini boshlagan. Kurslar bitiruv tashkil etilgandagina bu ishni qamrab olamiz. Qarshi davlat universiteti professori Nurullayevaga esa quyidagicha javob beramiz. Ushbu tadqiqot obyektlari ayrim hududlarda o'z faoliyatini yuritayotganligi sababli ham o'tamalar tanlangan holatda o'tkazilgan. Ikkinchi masala bo'yicha tibbiyotda xorijiy til fanini asosiy dars soatlari amaliy hamda mustaqil ta'limga ajratilgan. Shuni hisobga olgan holatda nazariy jihatdan biz birozgina cheklanib qolamiz. Keyingi Yo'ldashev Termiz davlat universiteti O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktoriga quyidagicha fikr mulohazani bildiramiz. Obyektlar aynan shu yo'nalishda mavjud bo'lgan muassasa va o'tamalarni qamrab olgan holatda faoliyat yuritadi. Faoliyat jarayoniga tatbiq etilgan va qamrov chegaralanib qolganini hisobga olgan holatda muassasalar ham olingan. Simulятsion ta'lim faqat fan doirasidagina tahlilga olingan, maqsad bizda ingliz tili edi. Uchinchi masala bo'yicha aynan parameditsina sohasida ingliz tilini o'qitish bo'yicha taklif etilgan model o'quv rejalari, modul dasturlari, amaliy mashg'ulotlar uchun metodik qo'llanma sifatida kengaytirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar bitta o'quv qo'llanma va bitta darslik nashr etilgan. Keyingi monografik ishlarda bu jarayon yanada kengroq qamrab olinadi. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i pedagogika fanlari doktori Murod Kasimovaga quyidagicha javob beramiz. Terminlar bilan ishlash jarayonida ushbu yo'nalish uchun qiyinchiliklar o'rganilgan va u o'qish va yozish doirasida tahliliy jarayonga olingan. Ikkinchi masala, terminlar uchun 4 tilli lug'at ishlab chiqilgan va nashr etilgan. Texnik kamchiliklar shu kunga qadar qayta ishlab chiqildi va bartaraf etildi. Javoblarimiz xuddi shunday edi. Rahmat. Dars ishi bo'yicha ilmiy maslahatchi, pedagogika fanlari doktori, professor Isroilov Ilmizor Musarovich. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, kengash raisi, rahmat shunchalik vaqt ajratib ilmiy munozaraga kelganinglar uchun. Ming bor uzr so'rayman, ozgina yo'lda ushlanib qolib kech qolganligim uchun. O'zimni ilmiy rahbar sifatida xulosani berganman va mana shu bilan cheklanishni to'g'ri deb bilaman. Rahmat. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, endi dissertatsiya ishini muhokama qilishga o'tsak, so'z birinchi rasmiy opponent, tibbiyot fanlari doktori, professor Dong Mingshga beriladi. Marhamat. Professor Shen, this is your turn. Okay. Thanks, I appreciate it. Thank you so much, everybody. Can you translate it? Yes. Yes, Professor, we can do it. Okay. This study offers a clear, well-organized, and theoretically grounded approach to professional-oriented English education in the field of paramedicine. Bu safar aynan parameditsina sohasida ingliz tilini o'qitishga aniq va tahliliy jihatdan yondashilingan. By integrating simulation based on learning with a systematically developed criteria-based assessment model. Professor Shen, can you read full review which you have, because we have translation here. Okay. They translated already your review. Yeah. You have review? On our hand, we have your review's translation. It is ready. That's why read. Yeah. Okay. So, can you read that, or can I read, or you're read? You're gonna read. You can read. Okay. Okay. At present, right? At present, the competence specialist working in the medical field is determining not only
by their professional knowledge and practical skills, but also by their level of professional in foreign language, particularly English. This is right? Yes, like you submitted us your official review. Can you read it? Yeah, I wrote, I gave it to you, but I couldn't find it, but I'm gonna review this one. I'm gonna show review. Can I do Okay. that? Yes. Because the review is too long. So I'm gonna review a little bit shortly. Okay? Okay. Yes, short one is, it's okay. Okay. This study offers a clear, well-organized, and theoretically grounded approaching to professional-oriented English education in the field of paramedicine. No, you Can can read. You can read. We have translating here. Okay. By integrating simulation based on learning with a systematically developed criteria-based assessment model, the research closely mirrors real pre-hospital emergency setting and effectively strengthens a learners' professional communication and decision-making skills. Continue. Yes. The methodological rigor and practical relevance of the proposed model are well demonstrated through empirical validation. Overall, this work represents a meaningful academic and practical contributing, providing a solid foundation for improving the quality, effectiveness, and international competitiveness of Emerald service professionally. That's it. Okay. Thank you so much. Thank you. It's okay? Yes, it's okay. Thank you. It's okay, Gulbahar? Yes. Thank you. Okay. Thank you for your participation, Professor Shin. Oh, you're welcome. You're welcome. Hurmatli ustozlar, professor Dongmin Shin tomonidan berilgan taqrizning demak mazmunini aytib o'tmoqchiman. Mazkur dissertatsiya bo'yicha ijobiy xulosa berilgan. Jumladan Gulbahor Oybekqizı Yaxshiboyevaning dissertatsiya dolzarb muammoni hal etishga qaratilganligi, mustaqil ravishda bajarilgan yakunlangan ilmiy tadqiqot bo'lib, unda olingan natijalar ishonchli va xulosalar ilmiy jihatdan asoslanganligi va dissertant pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasiga loyiq ekanligi professor Dongmin Shin tomonidan e'tirof etilgan. Rahmat. Rahmat. So'z ikkinchi rasmiy opponent, pedagogika fanlari doktori Dastin Hakimov Abdulhakimga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari, shuningdek qatnashchilar, ruxsatinglar bilan mustaqil izlanuvchi Yaxshiboyeva Gulbahor Oybekqizining 13.00 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ingliz tili ixtisosligidan pedagogika fanlari doktori, doktor sans ilmiy darajasini olish uchun taqdim qilingan parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ingliz tili o'qitishning metodologik asoslari mavzusidagi dissertatsiyaga rasmiy opponent sifatida quyidagi taqrizni bayon qilaman. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti globallashuv va integratsiya jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu holat tibbiy oliy ta'lim tizimida ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa pandemiyadan keyingi davrda jahon miqyosida parameditsina sohasining ahamiyati sezilarli darajada oshib bormoqda. Shuningdek, ana shunday holatlarda, ya'ni favqulodda shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish ixtisoslashgan o'rta bo'g'in mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj keskin kuchayib bormoqda. Ushbu jarayonlarni O'zbekiston Respublikasi uchun ham dolzarb bo'lib, paramedik kadrlarni tayyorlash tizimini zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirish zarurligini yuzaga keltirdi. Bugungi kunda tibbiyot sohasida
faoliyat yurituvchi mutaxassislarning raqobatbardoshligi, ularning nafaqat kasbiy bilimi va amaliy ko'nikmalari, balki xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini egallash darajasi bilan ham belgilanmoqda. Jahon ta'lim makonida amal qilinayotgan Boloniya jarayoni doirasida talabalarning erkin fikrlashi, akademik mobilligi va xalqaro ta'lim dasturlarida ishtiroki ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan parameditsina sohasi mutaxassislari va talabalarning xalqaro ta'lim va professional muhitga moslashish uchun ingliz tilini kasbiy yo'naltirilgan holda o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Endi jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, tibbiyot sohasida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ingliz tili asosiy kommunikativ vosita sifatida e'tirof etiladi. Ingliz tili xalqaro klinik protokollar, ilmiy tadqiqotlar, zamonaviy tibbiy texnologiyalar hamda malaka oshirish dasturlarida yetakchi o'rinni egallaydi. Parameditsina sohasi esa favqulodda vaziyatlarda tezkor, samarali tibbiy yordam ko'rsatishga kiritilgan muhim tibbiy yo'nalish bo'lib, ushbu sohada xalqaro miqyosda yagona standartlarni ishlab chiqish va sertifikatlashtirish tizimlari joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan Amerika, Kanada, Avstraliya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda paramediklarni tayyorlash va bog'liq bo'yicha ilg'or tajribalar shakllanmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham parameditsina sohasini rivojlantirish, shoshilinch tibbiy yordam tizimini modernizatsiya qilish va kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari tomonidan shoshilinch tibbiy yordam xodimlarini faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, paramedik kadrlar tayyorlash bilan bir qator davlatlarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda tibbiy ta'lim tizimini takomillashtirish, kasbiy yo'naltirilgan xorijiy til o'qitish metodlarini joriy etish va ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish davlat siyosati darajasida belgilangan. Dissertatsiyaga kirish 4 bob, xulosa va panelgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'lib, uni mantiqiy tuzishi, tadqiqot, maqsad va vazifalarga to'liq mos keladi. Endi dissertatsiyaning kirish qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi tizimli va asosiy tarzda yoritilgan. Ma'lumotning o'rganilganlik darajasi mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari, obyekti hamda predmeti aniq belgilangan. Shuningdek, ishda erishilgan natijalarning ilmiy yangiligi, ularning nazariy va amaliy ahamiyati, ishonchliligi hamda ta'lim amaliyotiga joriy etilganlik dalillariga tayangan holda asoslab berilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobida akademik mobillik sharoitida parameditsina mutaxassislarini tayyorlash jarayonida kasbiy ingliz tilini o'rni nazariy metodlar jihatdan tahlil qilingan. Unda ichki va xalqaro akademik mobillik tushunchalarining mazmuni ochib berilgan bo'lib, ingliz tilining mazkur jarayondagi yetakchi kommunikativ vosita sifatidagi roli asoslangan. Shuningdek, tibbiy ingliz tilining tarkibiy kompetensiyalari hamda xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etish jarayonida yuzaga keladigan til tayyorgarligi bilan bog'liq muammolar ilmiy jihatdan yoritilgan. Bobda akademik mobillik sharoitidan kelib chiqib, parameditsina sohasi vakillari va talabalari uchun ingliz tilini sohaviy yo'naltirilgan holda o'rganish imkoniyati tahlil etilgan. Ikkinchi bob sohaviy matn asosida ingliz tili darslarida tibbiy terminologiyani o'qitishning didaktik xususiyatlari va yuzaga keladigan qiyinchiliklarni o'rganishga bag'ishlangan. Unda til yondashuvi, real klinik vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar, rolli o'yinlar,
integrativ hamda raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishning samaradorligi ilmiy metodik jihatdan asoslangan. Shuningdek, nazariy va amaliy mashg'ulotlar integratsiyasining kasbiy til kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Dissertatsiyaning 3-bobida parameditsina yo'nalishida kasbiy ingliz tilini o'qishda simulятsion ta'lim texnologiyadan foydalanishi masalalari tahlil qilingan. Unda amaliyotda mavjud hamda dissertant tomonidan taklif etilgan A, B, C, D, E, F mezonlari baholash tizimlari qiyosiy jihatdan ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida qo'llanilgan xorijiy va mahalliy davlat ta'lim dasturlari o'zaro taqqoslanib, simulятsion texnologiyaning talabalarda kasbiy kommunikativ kompetensiyalari shakllantirishdagi imkoniyatlar chuqur tahlil etilgan hamda ularni amaliy ahamiyati asoslab berilgan. 4-bobda tadqiqot doirasida amalga oshirilgan tajriba sinov ishlarining bosqichlari, olingan natijalar va ularning statistik tahlili bayon etilgan. Ishlab chiqilgan pedagogik model asosida parameditsina yo'nalishi talabalari va mutaxassislarni ingliz tilida o'qitish, yozish hamda madaniyatlararo kasbiy muloqot ko'nikalari rivojlantirish samaradorligi ilmiy dalillar asosida isbotlangan. Endi tadqiqotning ilmiy yangiligi sifatida parameditsina mutaxassislarini tayyorlash jarayonida kasbiy ingliz tilini o'qitishga yo'naltirilgan integrativ modelning ishlab chiqilganligi alohida e'tirofga sazovor. Ushbu model kasbiy lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarni uygun holda rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda simulятsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslangan. Bundan tashqari talabalarning kasbiy va til kompetensiyalarini aniqlash hamda baholashga xizmat qiluvchi mezonli baholash modeli taklif etilib, uning samaradorligi tajriba sinov natijalari bilan tasdiqlangan. Shuningdek, dissertatsiyada madaniyatlararo kasbiy muloqotni rivojlantirish masalalari, lingva didaktik yondashuvlar asosida tizimli va chuqur tahlil qilingan bo'lib, bu parameditsina sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislarning xalqaro professional muhitga muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari asosida parameditsina yo'nalishi talabalari va mutaxassislari uchun kasbiy ingliz tilini o'qitishga mo'ljallangan metodik tavsiyalar, kompetensiyalarni baholash mezonlari hamda amaliy uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqilgan. Mazkur tiklanmalar oliy tibbiyot ta'lim muassasalari, tibbiyot institutlari va sohaga oid ta'lim tashkilotlari amaliyotida qo'llash uchun muhim amaliy ilmiy ahamiyatga ega. Dissertatsiyada chiqarilgan ilmiy xulosalar, kasbiy yo'naltirilgan ingliz tilini o'qitish metodikasi, tibbiy ingliz tili lingvo didaktikasi hamda parameditsina ta'limini nazariyasi ilmiy jihatdan boyitilgan. Tadqiqotda ilgari surilgan taklif va tavsiyalar oliy tibbiy ta'lim muassasalarida o'quv rejalarini takomillashtirish, fan dasturlarini xalqarolashtirish hamda akademik mobillikni rivojlantirish samaralarini tashkil etishlik qo'llashga asosan imkoniyat beradi. Endi to'g'ri dissertatsiyani ikkala tomonlama qarashimizga to'g'ri kelgan. Odatimiz bo'yicha o'sha dissertatsiyani yuqori ilmiy saviyada bajarilgan bo'lishiga qaramasdan quyidagi ayrim mulohazalarni taklif qilmoqchiman. Masalan, birinchi dissertatsiyani 1-bobida tahlilga tortilgan ayrim olimlar fikrlariga tadqiqotchi o'z munosabatini bildirmagan. Ikkinchisi, tadqiqot doirasida taklif etilgan mashqlar hamda ilovalar qaysi manbalardan olinganligi izoh sifatida kiritilmagan. Navbatda uchinchisi, dissertatsiya matnida ayrim hollarda imloviy texnik xatolar, kamchiliklar mavjud.
Endi biroq ushbu kamchiliklar tadqiqotning umumiy ilmiy saviyasi va asosiy xulosalarga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bu tavsiyaviy xarakterga ega. Umuman olganda Yaxshiboy va Gulbahor Oybek qizining dissertatsiyasi mustaqil bajarilgan, tugallangan, dolzarb ilmiy muammolarni hal etishga qaratilgan tadqiqot bo'lib, unda olingan natijalar ishonchli, xulosalar ilmiy jihatdan asoslangan. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari doktori, doktor science ilmiy darajasiga qo'yiladigan talablarga to'liq javob beradi. Shu munosabat bilan dissertant Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizini 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ingliz tili ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori, doktor science ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat doktor. İkinci rasmi yapabilirsiniz. Keltirilgan kamchilik va takliflar yuzasidan javob berish uchun so'z Gulbahor Oybek qiziga beriladi. Avvalambor ustoz, o'z vaqtingiz ayamasdan ishni o'rganib chiqqaningiz va ushbu kengashda ishtirok etayotganingiz uchun alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Birinchi masala bo'yicha, birinchi bobda tahlil etilgan ko'plab olimlarning fikri umumiylashtirilgan holatda javob bergan, aynan bir yo'nalishda olib borilgan olimlarning fikrlari jamlangan holatda umumiy holatda xulosa berilgan. Ikkinchi masala bo'yicha tadqiqot doirasida taklif etilgan mashqlar hamda ilovalar erkin tarzda ishlab chiqilganligi sababli ham manba sifatida umumiy holatda kirgizilgan. Ya'ni o'zimiz tomonidan ishlab chiqilgan darslik o'quv qo'llanma va tajriba sinovlardan kelib chiqib umumiylashtirib berganmiz. Ish bor joyda kamchilik bo'lganda haqiqatda ayrim texnik va imloviy xatolar mavjud edi ekan, shu kungacha bartaraf etildi, qayta ko'rib chiqib to'g'rilandi. Rahmat katta. So'z uchinchi rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Hoshimov Dorixon O'rinboyevaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, muhtaram ilmiy kengash a'zolari, ruxsatingiz bilan mustaqil izlanuvchi Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizining 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim qilingan parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ingliz tili o'qitishning metodologik asoslari mavzusidagi dissertatsiyasiga rasmiy opponent taqrizini o'qib eshittirishimga ruxsat bersangiz, rahmat. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi hozirgi globallashuv va sog'liqni saqlash tizimining jadal rivojlanishi sharoitida tibbiyot va parameditsina sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislarning chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini puxta egallashi muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro klinik protokollar, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar, texnologik yangiliklar va akademik mobillik dasturlarining aksariyati ingliz tilida olib borilishi ushbu tilni kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida qarashni taqozo etadi. Shu o'rinda Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizining 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari doktori GSc ilmiy darajasini olish uchun taqdim qilingan parameditsina sohasida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ingliz tili o'qitishning metodologik asoslari mavzusidagi dissertatsiyasi aktual va zarur deb hisoblanadi. Dissertatsiya kirish 4 bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'lib, uning mantiqiy tuzilishi tadqiqot maqsad va vazifalariga to'liq mos keladi. Dissertatsiyaning akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda kasbiy ingliz tilini parameditsina sohasida o'qitishning nazariy va ilmiy asoslari deb nomlangan birinchi bobida hozirda ushbu yo'nalish namunasida akademik mobillik sharoitida kasbiy ingliz tilining parameditsina mutaxassislarini tayyorlashda o'rni nazariy jihatdan yoritilgan. Ikkinchi bob
dissertatsiyani ikkinchi bobi sohaviy matn asosida tibbiy terminologiyani ingliz tili darslarida o'qitishning xususiyatlari va qiyinchiliklariga bag'ishlangan bo'lib, unda real klinik vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar, rolli o'yinlar, interaktiv va raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi asoslanib, ilmiy va metodik jihatdan asoslab berilgan. Dissertatsiyaning 3-bobida parameditsina sohasida kasbiy ingliz tilini o'qitishda simulyatsion ta'lim texnologiyalarining ahamiyati ochib berilgan. 4-bobda esa tadqiqot doirasida o'tkazilgan tajriba sinov ishlari, ularning bosqichlari, natijalari va statistik tahlili bayon etilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi sifatida parameditsina yo'nalishi mutaxassislarini tayyorlash jarayonida kasbiy ingliz tilini o'qitishga mo'ljallangan integrativ model ishlab chiqilgani alohida e'tirof etishga loyiqdir. Dissertatsiyada olingan ilmiy xulosalar kasbiy yo'naltirilgan ingliz tilini o'qitish metodikasi, tibbiy ingliz tili lingvodidaktikasi hamda parameditsina ta'lim nazariyasini ilmiy jihatdan boyitadi. Tadqiqotda ilgari surilgan taklif va tavsiyalar oliy tibbiy ta'lim muassasalarida o'quv rejalarini takomillashtirish, fan dasturlarini xalqarolashtirish hamda akademik mobillik jarayonlarini samarali tashkil etishda qo'llash imkoniyatiga ega. Ishda ayrim mulohazali fikrlarni ham keltirib o'tamiz. Dissertatsiyani ijobiy baholagan holda ba'zi bir kamchiliklar mavjud. Masalan, dissertatsiyada tibbiy maqsadlarda qo'llaniladigan ingliz tili hamda parameditsina sohasiga oid ayrim terminologik va uslubiy birliklarning izohi va qo'llanish chegaralarini yanada aniqlashtirish mumkin bo'lgan jihatlar mavjud. Xususan, ba'zi terminlarning kontekstual qo'llanilishi va ularning kasbiy nutqdagi funksional xususiyatlarini kengroq yoritish tadqiqotning ilmiy aniqligini yanada oshirgan bo'lar edi. Ikkinchisi, tadqiqot doirasida taklif etilgan mezonli baholash tizimi metodik jihatdan asoslangan bo'lsa-da, unda parameditsina yo'nalishiga yanada chuqurroq moslashtirish maqsadida mazkur tizimning nazariy mashg'ulotlar bilan bir qatorda amaliy va simulyatsion dars jarayonlarida qo'llanish mexanizmlarini batafsilroq yoritish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu esa taklif etilgan metodik yechimlarning tatbiqiy ahamiyatini va ilmiy salmog'ini yanada kuchaytirgan bo'lar edi. Dissertatsiya matnida ayrim hollarda o'zbek tilidagi muqobillari mavjud bo'lgan tushunchalar rus tilidagi shaklda qo'llanilgan. Jumladan 158-betda norma atamasining ishlatilishi kuzatiladi, holbuki mazkur tushunchaning o'zbek tilidagi me'yor ekvivalenti mavjud. Ushbu kamchiliklar tadqiqotning umumiy ilmiy saviyasi va asosiy xulosalariga aslo ta'sir ko'rsatmaydi. Tadqiqot natijalari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan respublika va xalqaro ilmiy nashrlarda e'lon qilingan maqolalar, respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy amaliy konferensiyalar uchun taqdim etilgan tezis va ma'ruzalar sohaning yetakchi mutaxassislari tomonidan yuqori baholanmoqda. Dissertatsiya tugallangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, muallif tomonidan mustaqil bajarilgan. Ishda sohaning yangiligi sifatida e'tirof etilishi mumkin bo'lgan ilmiy natijalar mavjud. Dissertatsiya va avtoreferat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining doktorlik dissertatsiyasi va dissertatsiya avtoreferatini rasmiylashtirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq rasmiylashtirilgan. Dissertant turli tadqiqot metodlaridan o'rinli foydalangan. Mavzuga oid mahalliy, xorijiy adabiyotlar va amalga oshirilayotgan tajribalar va erishilayotgan natijalar tahliliy o'rganib chiqilgan. Dissertatsiya ishi mukammal o'ylab chiqilgan rejaga muvofiq bajarilgan va ilmiy uslubda yozilgan. Mustahkam nazariy poydevor va amaliyotda sinalgan innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan. Umuman olganda Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizining dissertatsiyasi mustaqil bajarilgan
tugallangan dolzarb ilmiy muammoni hal qilishga kiritilgan tadqiqot bo'lib, unda olingan natijalar ishonchli xulosalar ilmiy jihatdan asoslangan. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari doktori GSC ilmiy darajasiga qo'yiladigan talablarga to'liq javob beradi va shu munosabat bilan dissertant Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ingliz tili ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari GSC ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaymiz. Rasmiy opponent Toshkent davlat yuridik universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Hoshimova Dildoraxon O'rinboyevna. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yangi kirib kelayotgan yilimiz sizlarga sog'lik, baxt, muvaffaqiyat olib kelsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Uchinchi rasmiy opponent taklifga keltirilgan kamchilik va takliflar yuzasidan javob berish uchun so'z Qorabekning. Dildoraxon O'rinboyevna, sog'lig'ingiz tufayli ushbu sharoitda ham ishimizni o'rganib chiqib, o'z vaqtingizni ayamasdan iliq mulohazalar bildirganingiz uchun rahmat. Fikr va mulohazalarga quyidagicha javob beraman. Terminlarni kontekstual o'rganish xorijiy hamda respublikada mavjud doirani qamrab olingan, shu sababli ham shu bilan chegaralangan. Ikkinchi masala bo'yicha ingliz tiliga tatbiq etilgan baholash mezoni kasbiy sohadan kelib chiqilgan baholash mezoni bilan solishtirilgan va shundan kelib chiqib tatbiq etilgan. Keyingi monografik ishlarda esa qolgan fan doiralarida sohaviy jihatdan ham qamrab olamiz. Dissertatsiyada 158-betda norma so'zi me'yor sifatida ishlatilganda biroz tibbiy jarayondan chetga chiqib qolganligi uchun ham ushbu holatda saqlangan holatda tarjimasiz qo'llagan edik. Rahmat ustoz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, Rahmat. va tadqiqotchining javoblarini eshitdik. Endi norasmiy muhokamaga o'tsak, shunda dissertatsiya va uning avtofikrati yuzasidan fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat. Tibbiyot fanlari doktori professor Hakimov Nasrullo Sobirovich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Men avvalo professor Dildoraxon Isroilovnani va uning shogirdi Gulbahor Oybek qizini mana shu ilmiy juda zaruriy mavzuda bajarilgan ilmiy tadqiqotni shu bosqichga yetib kelganlar bilan tabriklayman. Menda shunday bir mamnuniyat bilan aytish mumkin, ehtimol men adashayotgandirman. Shu vaqtgacha men mana shu sohada parameditsinada bajarilgan bunaqa ilmiy tadqiqotni, albatta ayniqsa doktorlik dissertatsiyani men ko'rmaganman O'zbekistonimizda. Shuning uchun bu ilk bor, qandaydir tarixiy voqea ro'y beryapti biz ko'z o'ngimizda. Shuning uchun endi aslini olganda parameditsina go'yoki yondosh meditsina, tibbiyotga yondosh deb nomlanib kelayotgan noan'anaviy yo'nalish bo'lsa-da, bu endi eskirib qolgan atama deb o'ylayman. Hozirgi zamonaviy yondashuvda parameditsina sohasidagi spetsialist, ya'ni mutaxassis bu to'g'ri statsionargacha bo'lgan davr, dogospitaliy deydi, mana shu bosqichda bemorlarga yordam ko'rsatuvchi mutaxassis. Bizda demak mana tez tibbiy yordam, shunaqami MCSda bo'ladigan holatlar, mana shularda yordam ko'rsatish kerak bo'lgan. Lekin bular demak asosan bizda mana shu dissertatsiya yuzaga kelishda asoslanishi menimcha shu institutimizda mana shu sohani yo'lga qo'yilganligi uchun muqaddam mana shu ham qandaydir turtki bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu feldsher deyiladi, endi dogospitalnikda bo'lgandan keyin feldsher, medbrat deyiladi. Ulardan farqi nima bu spetsialist mutaxassisni degan savolga bular ularni bilimiga qo'shimcha maxsus tayyorgarlik ko'rgan, maxsus kurslarda o'qigan va haligi kritik holatlarda, favqulodda holatlarda mustaqil qaror qabul qila oladigan mutaxassislar deb o'ylayman. Mana shu mutaxassislar yetilib chiqyapti. Endi ular demak nimasi bilan farq qilyapti? Chunki birinchidan mana shu holatlarda to'g'ri tashxislash holatini, bemor holatini, unga to'g'ri yordam ko'rsata bilish, turli reanimatsion
tadbirlarni amalga oshira bilish va zamonaviy tibbiy uskunalardan foydalanish, bularni hammasini mana shu spetsialist, tim bo'lli hozir bular oliy ma'lumot darajasiga ega bo'lyapti, agar tibbiyot institutini oxirigacha o'qib bitirib diplom oladigan bo'lsa. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu mavzuda amalga oshirilgan dissertatsiya ishi o'ta dolzarb va zarur. Ammo yangi yo'nalishlar qandaydir tarixiy zarurat tufayli yuzaga keladi. Menimcha bizni O'zbekistonimizda bu chet ellarda albatta avvaldan bu bo'lib kelayotgan holat, lekin bizda zaruriyat kelgan edi shu sohaga. Shuning uchun men o'ylaymanki, shularni demak yangi taralayotgan mutaxassislarni bilimi darajasini, saviyasini ko'tarishda bu chet tilini bilish bu hozirgi zamon talabidagi eng kuchli talab qilinayotgan holat. Shuning uchun bu yerda chet tilini shu mutaxassislarga o'qitish, ular o'zidagi maxsus yondashuvlar haqida mana dissertatsiya ishida hammamiz guvohi bo'ldik. Men demak bu dissertatsiya ishiga to'la ijobiy baho beraman. Menimcha Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalarga bo'lgan talabi to'la bajarilgan deb o'ylayman. Gulbahor Oybek qizi esa meni yetuk olima sifatida yetilgan. Tajribali pedagogligini juda yaxshi bilamiz. Men mana shunday unvonga ilmiy darajaga loyiq deb hisoblayman. Va qolgan hurmatli ustozlar ham shunga ijobiy bahoga taklif qilaman. Salomat bo'ling. Norasmiy opponent sifatida so'zga chiqish qo'ydi. Tibbiyot fanlari doktori, professor Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, mana bugungi biz muhokama qilayotgan dissertatsiya ishimiz parameditsina sohasida zamon talabiga javob beradigan raqobatbardosh yetuk paramediklarni tanlashda institutni roli, terminlarni institut o'qitish asosidagi metodikasi roli haqida gap boryapti. Juda dolzarbligini ko'rsatadi. Bu dissertatsiya nima uchun kerak? Nima uchun ingliz tili kerak? Mana shu narsalarni men oddiy asoslab bermoqchiman. 19-20 yillarda dunyoga kirib kelgan va juda ko'pchilikni, millionlab aholini aziyat chekishga majbur qilgan koronavirus. Mana bu balodan juda ko'pchilik aziyat chekdi, juda ko'pchilik hayotdan ketdi va hozir o'sha asoratlari davom etyapti va ular xohlagan joyga yiqilib, xohlagan joyda kasal bo'lib, boshqa bo'lishi mumkin. Tabiiy ofatlar, katastrofalar, hozir transport ko'payib ketganligi uchun har bitta oilada avtomobil, yo'l avtotransport kamchiliklar, undan tashqari davom etayotgan urushlar, boshqalar, qisqacha yong'inlar, ularning hammasi tezda o'sha holatda shikastlangan, aziyat chekayotgan, qiynalgan, xavf ostida qolib turgan insonga tez yordam ko'rsatishni talab qiladi. Buning uchun albatta paramedik kerak. Shuning uchun parameditsinani umuman olganda kim bilish kerak? Politsiyskilar bilish kerak, militsiya bilish kerak, boshqa slujbada ko'chada yuradiganlar bilish kerak. Aylamak hatto sotuvchilar ham bilish kerak. Ko'chada sotuvchi turibdi, o'shani oldida, do'konning oldida bitta voqelik bo'ldi. Yugurib chiqib yordam ko'rsatish bilish kerak. Ayniqsa mana hozir bular amaliyot o'tgan, dars o'tgan talabalar juda yaxshi, mukammal bilishlar kerak bo'ladi. Endi shuning uchun bu nima kerak? Masohani yaxshi egallab, yaxshi tushunib, bilib yordam ko'rsatish skor bo'lmish. Tez yordam kelguncha bu dastlabki yordam ko'rsatish kerak-da. Agar dastlabki yordamni uyga qolinsa, og'riq qoldirilsa, qon to'xtatib qo'yilsa, boshqa yordam ko'rsatadigan bo'lsa, juda ko'pchilikni o'limdan olib qolgan bo'ladi. Shuning uchun albatta birinchi dastlabki tibbiy yordamgacha yana yordam ko'rsatib beradigan bo'lsak, biz birikatib ishlaydigan bo'lamiz. Bu ingliz tilini qanaqa roli bor deb. Masalan, paramedik deyapmiz, bu zamon talabiga javob beradigan bo'lishi kerak. Bizim mamlakatimizdan boshqa rivojlangan mamlakatlarda parameditsina erta anchagina avvalroq yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bizni talabalarimiz, bizni mutaxassislarimiz shundan o'rganib ketish mumkin. O'shadan tajriba olish mumkin va bu yerda yana bitta narsa olaylik, hayotiy voqelikni qaraylik. Ko'chada yiqilayotgan pokistonlik odammi, hindistonlik yoki ingliz tilidan, millatidan qat'iy nazar va qaysi hududda bo'lyapti bu narsa travma
arkadaşı afat, tabii katastrof oldu. Bunu çözüp oturmaktan yardım geçtiğimiz kelim. Bunun için İngilizce'ne yerleştirelim. Yani terimleri bilip İngilizce'de yardım kızartıp kelim. Mesela biz zamanları vardık. Zamanları vardık. Vargan çağımızda, köçede, vakili bırakıldığımızda İngiliz dilde yapılan bir adam şikayetlerini aziyet çekerken bize yardım kızartıp kelim. Bana başım için İngiliz dili güdüğümüzü alır. Yine bundan tashqari prezidentlik ko'pgina farmoyishlari, hukumat topshiriqlari ko'rsatmalarida tibbiy yordam ko'rsatishni aholiga nisbatan ko'tarishadi deb o'ylayman. Bularning ichida paramediklarni rivojlantirish haqida ham gap bor. Shuning uchun mana shu dolzarb muammolarni yechimini topishga harakat qilganligi bilan bu ish dolzarb ham bu ish tahsinga sazovor deb hisoblayman. Mana endi bizni diskutantimiz o'zini ishini yaxshi biladi. Mazmunni, mohiyatini chuqur anglagan, o'zini ishini mukammal egallagan. Shuning uchun biz hurmatli opponentlarimizni fikrlariga qo'shilaman. Bu ish aksiyasiya komissiyasini doktorlik dissertatsiyalari olib qo'ygan taraflarga to'liq javob beradi va dissertantni o'zi mana shu darsani olishga munosabat deb hisoblayman. Endi hurmatli kengash a'zolarini bu ishga ijobiy baho berib, bir ovozdan qo'llab-quvvatlashiga oldindan ishongan holda, unga umid qilgan holda rahbarni va dissertantni muvaffaqiyatli ijro bilan tabriklab, oliyatsiya komissiyasida muvaffaqiyat bilan yaxshi fikrlar bilan tasdiqlanishini talab qilaman. Andijon davlat chet tillar instituti dekan o'rinbosari, pedagogika fanlari doktori, dotsent Tashqi Barno Odiljonovni ham rasmiy, norasmiy opponent sifatida so'zga chiqishni so'ragan edi. Apa mikrofoningizni yoqib olasizmi? Assalomu alaykum. Eshitildimi? Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli a'zolar. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil arafasida mana juda chiroyli ishga qo'l urgan Gulbahorxonni ham yakunlagani bilan tabriklayman. Biz mana hozir ko'pchilik bo'lib tomosha qilayotgandik. Bu ish nima deymiz, amaliy jihatdan ham meditsina, ham metodikani uyg'unlashtirilgan bir holati bo'ldi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bu sohaga hali qo'l urilmagandi. Shuning uchun bu sohada menimcha juda ko'p ilmiy bo'shliqlar to'ldiriladi shu ish orqali deb o'ylayman. Mana kitoblar, majmualar, o'sha parameditsina sohasi haqiqatda ustozlar aytganidek hali ishlanmagan soha edi. O'ylaymanki, bu ish bilan o'sha bo'shliqlar to'ldiriladi va nima deymiz, Gulbahorxonga bu ishlarida muvaffaqiyat tilaymiz hamda kengash a'zolarini shu ishni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz berishlarini so'rab qolaman. Rahmat. Rahmat katta sizga ham. Boshqa chiquvchilar yo'qmi? Hurmatli kengash a'zolari, endi yashirin va onlayn ovoz berish uchun biz hisob komissiya a'zolarini va raisini saylashimiz zarur. Hisob komissiyasini raisi etib kimyo fanlari doktori professor Mo'minova Go'yoxon Alijonovni hamda a'zolari etib kimyo fanlari doktori Xolboyev Suyukjon Hakimovich hamda tibbiyot fanlari doktori professor Hakimov Nasrullo Sobiriyevchilar tayinlansin degan takliflar bor. E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Mazkur taklif tarafdorlarini ovoz berishini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Kengash a'zolarini yashirin va onlayn ovoz berishga kirishishlarini so'rayman. Yashirin va onlayn ovoz berish uchun tanaffus e'lon qilinadi.
Yo'q, qo'y. Bahor qachki. Bor yo'qligini bilib olmoqda. Unda Yo'q, qo'y. menga ishni davom ettirishga ruxsat eting. So'z hisob komissiyasining raisi, kimyo fanlari doktori professor Mo'minova Gulxan Jamilaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Hisob komissiyasi majlisi bayonnomasi demak 2025-yil 27-dekabrda demak Yaxshiboyeva Gulbahor Oybekqizini pedagogika fanlari doktor ilmiy darajasini olishga berilgan ovozlar tanlangan komissiya tarkibi 11 kishidan iborat va komissiya a'zolarida ilmiy kengash tarkibi 11 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibida hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlis kengash a'zolari 11 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktorlari qatnashdilar va Yaxshiboyeva Gulbahor Oybekqizga pedagogika fanlari doktori DC ilmiy darajasi berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 11 kishi, demak 100%, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Komissiya hisob komissiya raisi Mo'minova Gulxan Janina, komissiya a'zolari Xolboyev Yusufjon va Hakimov Nasrullo Sobirovich. Demak, Yaxshiboyeva Gulbahor Oybekqizini 100% ovoz bilan tabriklaymiz. Savollar yo'qmi? Hisob komissiyasining raisiga savollar bormi? Yo'q. Hisob komissiyasining bayonnomasini ochiq ovoz berish bilan tasdiqlashimiz zarur. Mazkur taklif tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hisob komissiyasining bayonnomasi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli do'stlar, men yaklovchi so'zni ilmiy izlanishga beraman. Marhamat, Gulbahor Oybekqizga. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mehmonlar, bir nafas bilan bemalol so'zim boshlasam bo'ladi. O'zi to'rog'i so'zi, lekin juda ham hayajonli ekan. Eng avvalo, umrim ma'nosi, yuragimni tayanchi, ko'rinmas qanotim, onamga minnatdorchilik bildiraman. Mehr muhabbatingiz, shu kungacha sabr bardoshingiz, doimo duolaringiz bilan yetib keldim. Sizsiz buni eplay olmasdim. Har bir yutug'imda sizni mehnatingiz, hurmatingiz, ishonchingiz juda ham katta o'rin egallaydi. Men doim aytaman, ikkita onam bor. Ikkinchisi, ilmiy izlanishlarimda qo'ldan tutgan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan, bilim daryosi bilan meni sug'organ aziz ustozimga ham chuqur minnatdorchilik bildiraman. Uning har bitta so'zi nur, har bir maslahati kuch, har bir ishonchi qanot bo'ldi. Hayotimdagi eng qimmatli ne'matlarimdan biri farzandlarim, doim yonimda turgan, quvonchimga sherik bo'lgan, tashvishimga hamdard bo'lgan yaqinlarimga samimiy rahmat aytaman. Ularning mehri, ishonchi va qo'llab-quvvatlovi men uchun barcha qiyinchiliklarni yengishda asosiy kuch bo'ldi. Shuningdek, duosi, doimiy rag'bati, mehri bilan ruhlantirib kelgan institut xodimlari, universitetdagi do'stlarimga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Bu yutuq men emas, balki siz barchangizning mehringiz, duoyingiz, ishonchingiz samarasidir. Ilm yo'lidagi har bir qadamimda sizning ruhiy kuchingiz, duolaringizni his qildim. Barchangizga katta rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, barchaga baholash mezonlari va xulosa loyihasi tarqatilgan. Mazkur masala bo'yicha ilmiy kengash xulosasini tasdiqlashimiz zarur. Xulosa va mezonlar bo'yicha qanday fikrlar bor? Mazkur taklif tarafdorlarining ovoz berishlarini so'raymiz. Rozlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Asos o'rinda qabul qilinadi. Tasnifiy belgilarni muhokama qilishga ruxsat berishingizni so'rayman. Dissertatsiyaning tasnifiy belgilari. Birinchi, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. Ilm fan, texnika, ijtimoiy, siyosiy yoki iqtisodiyot tarmog'ining
rivojlanishga salmoqli hissa qo'shadigan yechimlar ishlab chiqilgan. Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Natijalar yangi. 3. Dissertatsiya natijalarining qiymati. Yuqori. Dissertatsiya 4. Dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. 4. Tashabbusli ish. 5. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? 5. Tashkilot miqyosida. 6. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6. Keng foydalanishni talab qilamiz. Tasnifli belgilarni tasdiqlash taklifi bor. Roziman qo'l ko'tarib tasdiqlashingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilinadi. Rahmat. Sizlarning hurmatli kengash a'zolari, sizlarning nomingizdan ilmiy izlanuvchimiz Yaxshiboyeva Bahor Oybekqiziga va uning maslahatchisi, pedagogika fanlari doktori professor Isroilova Dildor Muxtarovnaga muvaffaqiyatli himoya bilan muborakbod etaman. Kengashimizda ajoyib himoya bilan tabriklayman. Rahmat. Kun tartibi tugadi. Mazkur yig'ilishni o'tkazish bo'yicha savollar bormi? Yo'q bo'lsa, sizlarga bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Barchangizga sihat salomatlik tilayman. Kelayotgan yangi yil barchamizga xayrli, barakatli bo'lishini tilab qolaman. Ilmiy kengash e'lon qilaman. Hammaga rahmat.